Kulağıga çalınıptı falan mahallede çorvador fermer buva pensiyaga chiqdi. Shuni fermasi sotilyapti ekan. Bu eshitgandan oyog'ini qo'lga olib yugurib boribdi u. Tog'a, bu fermer ish bo'ldisa. Ukajon mana 600 bosh moli bilan $1 million so'rayapmiz. Desa, nimalar olib ketiladi? Hech narsa olib ketilmaydi uka. İşçiler chiqib ketadi, qolgan hammasi o'sha $1 million ichida. Desa, ma'qul debdi, bir aylanib ko'raychidi, fermani bir aylanib kelibdi-da, shunda qarasa 15 quti asalari yashiga turgan ekan. Aka, $1 million ichidami asalari ham desa, ha, asalari ham shuni ichida. Akajon, menga asalari kerak emas. Bu sog'in sigirlar, uni yelidan chaqadigan bo'lsa, ertaga sut sog'olmay qolamiz. Desa, ukajon hech kimni chaqmaydi. Xavotir olmang. Aka, narxidan o'tib bering, asalarni olib ketavering. Shuni ichida uka. Olsang shu, olmasang katta ko'cha degan ekan. Mabodo chaqsachi debdi. Yosh tadbirkor endi u. Mabodo chaqsa asalari. Ferma sanga tekin debdi. Mana shu yerga yalang'och qilib boylab qo'yaman. 2 soatdan keyin kelib xabar olaman. Mabodo chaqsa gap. Rahmat jiyan. Rahmat. Boriga shukr. Mabodo chaqsa o'g'il bolaga ferma saniki debdi. Ey, finishda $1 million turibdi-ku. Xabar olamiz uka degan ekan. Bo'pti debdi. 2 soatdan keyin kelib qarasa, boyagi mana shu holatda turgan emish. Fermer bu ko'rgandan ishchilarga aytdi-ku, "Ko'r! Ana uni chaqib tashlabdi-ku. Chop!" Ha, yigitlar yugurib kelgan, yechgan qo'l oyog'ini. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi ukajon? Qayerdan chaqdi? Biror joyi shishmagan-ku. Nima chaqdi? Nima bo'ldi desa, hech narsa chaqqani yo'q aka. Bu onasi o'lgan buzoqni kim qo'yib yuborib ketdi debdi. Bundan ko'ra asalari chaqqani yaxshi edi degan ekanda. Ilohim fermerlarimizni ham xirmonlari donga